Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-dekabr haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor ertalab 7 da boshlanib, kunduz 11 gacha bo'ladi. Bular narxi nech pul bo'lyapti? Bular 120 ming so'm ekan. 48 dan 54 gacha ekan. Donaga nech puldan? 125 ming so'm ekan. Materiali nima buni? Velvet ekan materiali. Ikkinchisi-chi? Bambu. Nech pul narxi? 110 ming so'm pachka narxi ekan. 120 ming donaga. Razmeri 50-52 ekan razmeri. Uchinchisi 50-52, ular 70 ming pachkaga. 70 ming so'm pachkaga, 50-52 ekan razmeri. Bambuga. Materiali bambuk. Qalpoqchasi bari-chi? 65 ming pachkaga. 65 ming so'm pachkaga. 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha razmer. Va sariqchi? Mramor ular. Mramor nech pul? 50 mingdan pachkaga. Pachkaga 50 ming so'mdan ekan. O cho'q bir xil narsa shekiliga? Yo'q, u nariga xabar u. Ha, oxirdagi hib ekan. Nech pul u? Bu ham 50 ming. 50 ming so'm pachkaga ekan. Hop. Bunisi nech pul? Bu ham 50 ming. 50 ming so'm. Kampir ko'ylagi. Kampir ko'ylagi ekan. Pachkaga? Donaga nech puldan? 5 ming. 5 ming qimmat bo'ladi. Ha, donaga 5 ming qimmat bo'lar ekan. Endi bu tarafdagilari nech puldan ekan bunisi? Bu bir xil narsami? 46 dan 52 gacha. Tigirlar 46 dan 52 gacha razmer. 100 ming pachkaga. Pachkaga 100 ming so'm, 110 ming donaga. 110 ming so'm donaga. Uni 15 ming pachkaga. Mo'mag'lar 115 ming pachkaga, 120 ming donaga. 120 ming donaga ekan. Buni velvet uchun najotlilar ham. Ha, 130 ming donaga, 125 ming pachkaga. 110 ming so'm donagami? 125 ming pachkaga. 125 ming pachkaga, 130 ming so'm donaga ekan. Mana arqa tomoni. Mana shu narsa 130 ming so'm donaga, 125 ming pachkaga. Razmer nechta dedingiz? Standart u. 48-50 ga tushadi. 48-50 ga tusharar ekan. Telefon nomeringiz? 91lik 200 5308 ga aloqaga chiqaverasizlar. Oluvchilar keyin aloqaga chiqsin.